Salom hammaga. Biz endi sessiz darslarni boshlaymiz. Xo'p, bugun sizlar bilan VSCode ochib olamiz. Xo'p, keyin bu joydan 5-dars deb papka ochib olamiz. Buni ichidan bitta index.html fayl, bittadan style.css fayli. Xo'p, shift bir enter, link orqali css ni ulaymiz. Boshlaymiz. Emasam H2 yozamiz birinchi. H2 bunga outline style deymiz. Deb yozib sirlarga berib qo'yamiz. Hop, inpasdan pdga ochimiz to'g'ri keladi. Hop, bundan pdan ko'paytiramiz 8 ta. 8 ta pdga ochildi. Mana ko'rgan bo'lsak, endi hop, birinchi pga yozamizki dash outline deb yozamiz. Hop, keyingisiga solid outline, uchinchisiga table outline deb yozamiz. To'rtinchisiga row outline. Hop, mayli keyin bunga readga outline, bunga insert outline deb yozamiz. Hop, mayli shuni tushuntirib turaversin. Bularni o'chirib tashlayveramiz. Hop, mana shu turibdi. Endi brauzer ochib olamiz bularni. Ko'rgan bo'lsak bo'ldi mana. Endi statistik o'tamiz. To'xtanglar. Bu yerga class beramiz birinchi. Hop, birinchi pdga class bunga dot deb beramiz. Hop, ikkinchisiga classga dash deb beramiz. Hop, uchinchisini classga solid, bunisini classiga double deb beramiz. Bunisiga row deb beramiz. Hop, keyin oxirgisiga classga insert deb beramiz. Hop, mana bo'ldi. Endi buni o'chirib tashlayveramiz. Unchalik ham kerak emas. Bu yerdan p deb yozamiz. Ya'ni bu p ni deb yozgan bo'lsak, bu hamma p larga ta'sir qilib ketadi. Biz birinchi shunga yozishimiz kerak. Outline color deymizda green deb yozamiz. Hech o'zgarish yo'q. Davom etamiz. Padding beramizda 5 piksel deymiz. Mana sal orasi ochildi. Endi birinchisiga class bergan bo'lsak, nuqta deymizda dot keyin gulli qavs ochib turib, ichiga outline style dot deb beramiz. Ko'rgan bo'lsak, dot qilib chiqarib berdi. Nuqta border sifati chiqib beradi. Chegara qilib. Keyingisiga nuqta qilamizda dash qilamiz. Bunga gulli qavs ochib turib, outline style'ga dash deb beramiz. O'zini ko'rayotgan bo'lsak, bu sal kichikroq mayda-mayda bo'lgan bo'lsa, bunisi uzunroq va qalinroq bo'ldi. Bu yerda ko'rib olamiz vaqtda. Hop, bunga bitta solid deb nom beramiz. Gulli qavsda outline style'ga solid deb beramiz. Ko'rgan bo'lsak, chegara tortib berdi, so'ng qilib nuqta qilamizda global deymiz. Hop, outline style double deymiz bunga. Ko'rgan bo'lsak, ikkita chiziqli qilib berishdi. Hop, keyingisini ko'ramiz. Nuqta grow gulli qavs ochamizda outline style grow deymiz. Ko'rgan bo'lsak, sal qora sifat yashil qilib berilishdi. Keyingisi nuqta qilamiz, insert deb yozamiz. Gulli qavs ochib turib, bunga outline style insert deb yozamiz. Hop, bunisi yarimi yashil, yarimi esa qora qilib berdi. Hop, endi faqatgina buni o'chirib tashlaymiz. Endi bitta greenni o'chirib tashlaymiz. Hop, mana qora bo'lib turibdi. Endi bitta har biriga alohida rang berib chiqamiz. Bunga outline style deymizda, bunga blue deymiz. Adashdim. Style bas color. Ko'rgan bo'lsak, endi rangi buni rangi ko'k bo'ldi. Hop, dashga
outline colorga green deymiz. Bunisi yashil. Bunga hop outline colorga blue global deb yozamiz. Siyoh rang bo'ldi. Hop, bunisiga outline colorga red deymiz. Ko'rgan bo'lsak buniki qizil. Hop, bunisiga outline colorga hop rangni yozamiz. Ya bunisi bo'lmaydi. Bunisini havo rang qilamiz. Yashil sifat havo rang. Hop, oxirgisiga outline color yellow green deb yozamiz. Ko'rgan bo'lsak, endi to'q yashil va sariq qilib berdi. Hop. Bugungi darsimiz hozircha shu. 5-dars tugadi. Videoni tushunmagan bo'lsangiz qaytadan ko'ring. Avgust oyigacha mingta bo'lishimiz kerak. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yib, videoga like bosib qo'ying. Bitta savol beraman. Sizlarga dars agar yoqmayotgan bo'lsa, qanday muammo bo'lmayapti o'rganishda yoki yaxshiroq tushuntiraman keyingi safarga. Qanaqadir kommentlaring, komment yozib ketinglar. Xayr.